Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun IDC geometriya 14-mavzu parallelogram va uning xossalari mavzusini o'rganamiz. 14-mavzu parallelogram va uning xossalari. Demak, bizda parallelogram nima? Birinchi ta'rifini aytamiz. Parallelogram bu qarama-qarshi tomonlari parallel va teng bo'lgan to'rtburchak. Rombdan farqi, rombda hamma tomon teng bo'lsa, bunda qarama-qarshi tomonlarning o'zi teng bo'ladi. Ya'ni mana bu A bo'lsa, bu A, mana bu B bo'lsa, bu B. Bu yerda burchaklari qanday tartibda bo'ladi desa, mana burchak alfa bo'lsa, uning qarshisidagi burchak ham alfa bo'ladi. Mana bu burchagimiz beta bo'ladigan bo'lsa, buning qarshisidagi burchak ham beta bo'ladi. Xo'p, parallelogramda xuddi shu tartibda ko'rinishda bo'ladi-da. Bunda ham xuddi rombga o'xshagan ikkita diagonali bor. Yuzlarni topish va ba'zi formulalar bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Boshidan boshlab yozib ketaveramiz. Birinchi o'rinda alfa plus beta albatta 180 gradusga teng. Sababi hammasini qo'shsak 360 chiqsa, ikkitasini qo'shsak 180 chiqadi. Xo'p, bu birinchisi. Ikkinchisi, perimetrlarni endi bilasizlar, ikki qavschilar A plus B. Bu hech kimga muammo tug'dirmaydi albatta. Uchinchisi, yuzini topish uchun hozir shu holatida xo'p, AB sinus alfa. Xohlang sinus beta, farqi yo'q. Ikkalasida ham bir xil javob chiqadi. AB sinus alfa formulasini ishlatsalaringiz bo'ladi. Yana qanday formulalar bor desa, buni diagonallari bor albatta. Mana bu katta diagonali bo'ladi D1, mana bu kichik diagonal D2. Diagonallari kesishadi. Kesishgan joydan teng ikkiga bo'linadi va diagonallari hosil qilgan burchak bilan ham yuzini topsa bo'ladi. Mana 4-formulani yozib qo'yamiz. S 1/2 D1 ko'paygan D2 sinus phi. Mana bu ham parallelogram yuzini topish formulasi hisoblanadi. Keyin diagonallari bilan tomonlar orasida qanday bog'liqlik bor desa, mana formulani ishlatsalaringiz bo'ladi. D1 kvadrat plus D2 kvadrat teng bo'ladi 2 qavschida A kvadrat plus B kvadrat ekan. Mana bu formula parallelogramning diagonallari bilan tomonlari orasidagi bog'lanishni ifodalab beradi. Buni isboti ham qiyin emas. Mana shu yerda kosinus teoremasini ishlatishdan chiqib keladi. 2 marta ishlatasiz, bu tomonga 1, bu tomonga 1 qo'shib bo'lsangiz kosinuslar qisqarib ketadi. Bu 5-formula. Xo'p, yana qanaqa formula bor? Albatta bunda balandlik ham bo'ladi. Balandlik ikkita bo'ladi. Masalan, men bu yerdan chizib ko'rsataman. Mana parallelogram berilgan bo'lsa, parallelogramda mana bu balandlik A tomonga tushgan deylik, bu HA. Mana bu balandlik B tomonga tushgan deylik, bunda HB, bu tomon B. Ikkita balandlik bo'yicha yuzasi har xil topiladi. Ya'ni formula o'zi umuman A ko'paygan HA yoki B ko'paygan HB. Qaysi tomonga balandlik tushgan bo'lsa, o'sha tomonni ko'paytirsangiz, yuzi kelib chiqadi. Keyin yana ba'zi bir xususiy holatlari bor. Qandaydir ko'rinishda kelib qolganda tezlik bilan ishlash uchun shunaqa holatlarni ham ko'rsatib ketamiz. Masalan, bizda parallelogram berilgan. E'tibor bering. Parallelogram berilgan. Parallelogram ichida istalgan bir nuqtadan tomonlariga parallel chiziqlar o'tkazilgan. Natijada shu yerda 4 yuza hosil bo'lgan. S1, S2, S3 va S4. Mana ular parallel bo'ladi. Mana bular parallel. Xo'p, bunday holatda bu 4 ta yuza bir-biriga qanaqa bog'liqligi bor desa, mana 7-chi qilib yozib ketyapman. S1 ko'paygan S4, S3 ko'paygan S2 ga teng bo'ladi. Bu tezlikni oshirish uchun kerak bo'ladi albatta, misolga kelganda tezlik bilan ishlash uchun. Keyin 8-formula, mana bunaqa formula bor.
parallelogram bor. Ichidan istalgan bir nuqta olinib, bu nuqtalar tomonlarning uchlari bilan tutashtirilganda, mana bunaqa qilinib, mana bu yerda yana 4 yuzi hosil bo'ladi. S1, S2, S3, S4. Xo'p, bunda qanday xossa bor? Bunda o'sha qarama-qarshi bo'lgan joylari yig'indisi, ya'ni S1 plus S3 teng bo'ladi S2 plus S4. Mana bu ham tezlikni oshirish uchun kerak bo'ladi. Mana bunaqa 8-formula bor. Demak, qolgan holatlarda parallelogramning o'zi umuman parallelogramda ichida uchburchaklar hosil bo'ladi. Uchburchaklarda biz o'rgangan hamma xossalarni ishlatishimiz mumkin. Ko'pincha o'xshashlik, yuzini topish, bo'laklarga bo'lish va hokazo. Mana shu asosan 8 ta formula bugungi nazariy qismimiz. O'sha nazariy qismida shu formulalar yordamida biz keraklicha masalalarni to'liq yecha olamiz. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta amaliy qismiga o'tamiz. Xo'p, demak, mana ba'zi bir namunaviy misollar yozib oldik. Bu yerda birinchi misolga e'tibor bering. ABCD parallelogram berilgan. Bu parallelogramda A burchak x, B burchak 2x bo'lsa x toping. Bitta tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi 2x ga x qo'shsak 180 gradus. Bunda 3ximiz 180 gradus, ximiz albatta 60 gradus. 7-savolga e'tibor bering. ABCD parallelogram berilgan. Bu yerda S burchak 54 gradus ekanda, mana bu x ni toping deb. Mana burchagimiz bu 54 bo'lsa 126 gradus bo'ladi. Chunki 180 chiqish kerak kelasi. 126 bilan x ni yig'indisi ham 180 chiqish kerak. Shunda ximiz albatta 54 gradusga teng bo'lib qolar ekan mana. 13-misolimiz ABCD parallelogramda diagonallar o'tgan va mana bu AB tomon bilan OC diagonalning yarmi xullas teng deyilgan. Bilamiz, diagonallar kesishgan nuqtadan tengga bo'lingani uchun bu ham shularga teng bo'ladi. Mana bu 75 bo'lsa, bu ham 75, chunki teng olish burchak bo'lib qoldi. 75 ga 75 150, ximiz 30 bo'lish kerak ekan. Demak, mana ximiz 30 gradus. 19-savol. ABCD parallelogramda AB tomon 6, demak bu ham 6, AD tomon 9, demak bu ham 9. Bizga perimetrni so'rayapti. Perimetr hammasini qo'shib chiqamiz yoki qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. 6 ga 9 15, 2 ga ko'paytirsak 30. Bu yerda 25-savolda ABCD parallelogramda BY chiziqi o'tkazilgan. Shunda AB ga BY perpendikulyar. Bu 90 bo'lsa, mana bu yer ham 90 bo'ladi. 15 bilan 8 ni Pifagor ishlatib BC tomon topib olsak bo'ladi. Hozir 225 va 64 17 chiqar ekan, 289 bo'lib. Shunda perimetrini toping desa, qarang, bu 17, bu tomon to'liq olsak 12. Ikkalasini qo'shsak 29, perimetri 58 chiqar ekan. 2 ko'paytirib qo'yamiz albatta. Bu yerda bitta tomonga yopishgan burchaklarning bisektrisalari kesishgan. Ikkovining yig'indisi 180 ligidan, bisektrisalari yig'indisi 90 ligidan mana bu 90 gradus ekani kelib chiqadi. U A7 to'g'ri burchakli burchak bo'lganligi uchun EF, mana bu EF, mana bu EF bularga parallel ekan, qarang. Mana bular parallel. Bu 6 bo'lsa, demak, mana bu EF bularga parallel bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu mediana bo'lib qolish kerak. Mediana bo'lganda bu 6 bo'lsa, bu tomonlari ham 6 bo'ladi. To'g'ri burchakli burchakda mana bu 12 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, ximiz nechaga teng ekan? 12. 37-savol. ABCD parallelogramda 8 bilan 10 berilgan tomonlari. Keyin bitta diagonalning yarmi 6 bo'lsa, bunisi ham 6 ligini bilamiz. Ikkinchi diagonalning yarmi x, bu ham x. Bizga ikkinchi diagonalning yarmi kerak, x kerak. Formula qanaqa edi? Diagonallar kvadratlari yig'indisi, ya'ni 12 ga 6 ni qo'shsa 12 ku, 12 ning kvadratiga x plus ximiz 2x bo'lsa, 4x kvadratini qo'shsak teng 2 ko'paygan 8 kvadrat 64 bilan 100 kelib chiqadi. Bu formula yozib berdim. Bu 164 hammasini mana bu 144. Xo'p, 144 u yoqqa minus bo'lib o'tsin. 164 2 ga ko'paysa 328. 328 dan 144 ayiramiz. Shunda 4, mana bu 8, 1.
184 x kvadratimiz teng bo'ladi. Xo'p, 4 6 46 ga x imiz teng bo'lar ekan, ildiz ostida 46. 43-savol. Bu 60 gradus diagonallari berilgan. Bu 3 mana bu ham 3 bilan 6, bu ham 6 bilan. 100. Nima formula edi? 1 taqsim 2 da 1 da 2 sinus alfa, to'g'rimi? Shunda 1 taqsim 2 da 1imiz 6, da 2imiz 12. Sinus ildiz osti 3 taqsim 2. Umumiy qisqartirib yuborsak 18 ildiz osti 3 ekan bizda 100. Demak bu 43 da 43 gacha bo'lganlar yechimi. Albatta endi davom etkazamiz keyinisiga. Xo'p, demak keyingi 8 ta misol yozib oldik. E'tibor bering, bu yerda 49-savolda parallelogram berilgan. Mana bunaqa chiziqlar o'tkazilganda bu burchak 45 gradus bo'lyapti-da. U Y nuqta B tomonda yotibdi. ABC'ning yuzi kerak. Qarang, mana uchburchak yuzini S desam, shu parallelogram yuzining yarmi bo'ladi. Tushunarli? Mana S topish juda ham oson-ku. 1 taqsim 2 8 ildiz osti 2 ko'paygan 6 ko'paygan sinus 45 ildiz osti 2 taqsim 2. Ildiz osti 2 ildiz osti 2 mana bu 2 ketsa ham bablar ketib tur. 4 kira 6 24 bo'lsa, bizda ABC'ning yuzi 48 ekanligini bilib olamiz. Bu yaxshi qoida mana. Shunaqa chiziq tushirilsa, bu yuzi parallelogram yuzining yarmi. 55-savol. ABC'da parallelogram BY mana bu tomonning o'rtasi va BF bu tomonning o'rtasi albatta. Endi bu 118 bo'lsa parallelogram yuzida. Qarang, men bu yerda diagonal o'tkazsam-da. Diagonal o'tkazganimda mana bu 9 9 bo'lib bo'linsa. Bu ham 9 bo'ladi, chunki bu mediana, bu ham 9 bo'ladi. Bizda nechta 9 bor shunda? 4 ta 9. Bu nechini berar ekan? 36. 61 da. Qarang, shunday diagonallar bo'yicha yuzini topish qoidasiga qo'ysak, mana bu 4 burchak yuzini parallelogram yuziga nisbatini osongina topib olar ekanmiz. Demak, 4 burchak yuzi, mana burchak phi deb olsak, 1 taqsim 2 d1imiz qarang, bu 2x bo'ladi. d2imiz 3y bo'ladi, sinus phi bo'ladi. Pastda 1 taqsim 2 parallelogram yuzi. Bu 4x jami, bu esa jami 5y. 4x 5y sinus phi. Endi bu yerda sinus philar, y'lar, x'lar ketsa, bu 2 bilan 2 ham ketib, bu bilan ketib 2 bo'lsa, tepada 3 qolar ekan, pastda 10 qolar ekan. Javob 3 taqsim 10. 3 o'n nisbatda bo'linar ekan. 67-savolda BY mana bu A tomoni o'rtasi tushirilgan, diagonal o'tkazilgan, x topilgan. Bu yerda nima qilamiz? Qarang. O'xshash burchaklar qoidasidan foydalanamiz. Mana burchak alfa bo'lsa, mana burchak ham alfa bo'ladi. Mana burchak beta bo'lsa, mana burchak ham beta bo'ladi. Bu degani AFY bilan BFS o'xshash. Bu tomonni keling A deb olsam, bu ham A bo'ladi. Mana bu nechta bo'ladi shunda? 2. Mos tomonlar nisbati 6 ning x ga nisbati A ning 2 ga nisbati. Bu degani 6 taqsim x, bu 1 taqsim 2, x topsak 12. Bu tomonda 73-savolda ham o'xshashlik ishlatishimiz mumkin bemalol. Bu yerda mana bu AFD bilan BF ga o'xshash. 12 ni 8 ga nisbati. Xo'p, 4 ga qisqarsa 3 2 nisbat bo'lganligi uchun mana buni 3x desam, mana bu 3x emas, 3 deya qolaylik. 3 desam, mana bu 2 ekanligini bilib olamiz. O'z-o'zidan bu yerda nima qoladi? A qoladi. Endi mana bu A, Y, D uchburchak bilan G, Y mana bu S uchburchak o'xshashligidan 3 A ga nisbati, mana 3 A ga nisbati nimaga nisbati bo'ladi? To'liq tomon 20 plus x ning x ga nisbati bo'ladi. Bu degani 3. 3x imiz 20 plus x bo'lganligidan 2x imiz 20 bo'ladi, x topsak 10. Demak, x nechiga teng ekan? 10 ga. Bu yerda ham mana shu to'rtburchak yuzi 12 bo'lsa, bular mediana, qolgan mana shu trapez parallelogram yuzini toping deyapti. E'tibor bering, bu 12 bo'lsa, mana bu bunaqasiga ham mediana o'tkazishim mumkin hozir. 12 bo'lsa 6 6 bo'linadi, bu ham hammasi 6 bo'ladi. Nechta 6 bo'ladi? 6 ta 6. Bu 36 degan. Parallelogram yarmi 36 chiqsa, bu ham 36 bo'ladi. Umumiy hisobda 72 ni berar ekan bizga. Demak, nechaga teng ekan bu?
72 qarang. O'zi biz parallelogram bo'lsin ishlayapmiz, lekin uchburchaklar birlamchi bilishimiz kerak. 85. Bu yerda ikkita bisektrisa chiqarilgan. Bu tekst, ya'ni so'z matn shaklida berilgan. Men o'zim chizmasini chizib oldim. Demak, sizlar 85 gacha yaxshi ishlasangiz, chizmalar ko'rib, buni chizmasini chizishga qiynalmaysizlar. Ikkita bisektrisa kesishgan joyi B nuqta deydi. Bu shu joyda kesishayotganda mana bu 18 ekan, x toping. Bir de meriyan tushirsak albatta 18 bo'lsa 9, 9, 9 nisbatda bo'ladi. Bular parallel. X'imiz nechaga teng bo'lar ekan? 9 ga. Juda ham oson. 91-savolda qarang. Mana bu parallelogramning perimetri 56. U nima degani? A plus B nechaga teng degani shunda? 28 bo'ladi, to'g'ri? Orasidagi burchak 30 gradus. U degani AB ko'paygan sinus 31 taqsim 2 emas, 100 ni beradi, 96 ni. Shunda AB nechini berar ekan bizga? Xo'p, 192 ni berar ekan mana. Ko'paytma ham bor. AB bor, A plus B bor 28. Buni mana bu bilan mana buni viet bo'yicha o'ylab topsa ham bo'ladi. Xo'p, 192 chiqishi uchun 8 yoki bo'lmasam kichik tomonini toping degan. Yo, men bu yerdan bala topib ko'rsak 28 minus A bo'ladi. Uni bu yoqqa qo'yib beradigan bo'lsak A kvadrat minus 28A plus 192 barobar 0. Buni diskriminantini topsak 784 minus 4 ga ko'paysak 760 768. Ayırsak 16, 4 chiqar ekan, 28 plus minus 4 taqsim 2. Demak, bittasi 32, 16 bo'lar ekan, bittasi 12 bo'lar ekan. Ani 12 deb ola qolamiz, chunki kichkina tomonni so'ragan bizdan. Kattasi 16 bo'lib qolar ekan. Mana namunaviy misollar ham yechimini ko'rib o'tdik. Va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar trapetsiya mavzusini o'tamiz. Hammaga rahmat. Agar fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring, inobatga olamiz.